Davlatimiz rahbarining ichimlik suvidan oqilona foydalanish, uni tejash bo'yicha topshiriqlari asosida O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Ahmad Suvonqulov Xudoyshukurovich hamda Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitboyich Bozorovning ko'rsatmalari asosida Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati rahbari boshchiligidagi bir guruh mutaxassislar hamda O'z standart agentligi huzuridagi O'zbekiston Milliy metrologiya instituti xodimlari Xitoyga xizmat safari bilan tashrif buyurishdi. Safar davomida delegatsiya suv ta'minoti sohasida ilg'or texnologiyalar bilan yaqindan tanishdi. Ushbu tashrifda zamonaviy aqlli suv hisoblagichlarini va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi. Shu jumladan Hebei Dojing elektronik texnologiya Xitoyning yetakchi kompaniyalaridan biri. Aqlli suv hisoblagichlari va masofadan o'qiladigan tizimlar ishlab chiqarishda ixtisoslashgan. Ushbu hisoblagichlar yuqori aniqlik, tejamkorlik va uzoq muddatli ishonchligi bilan ajralib turadi. Delegatsiya tashrifi yakunida Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati va Hebei Dojing elektronik texnologiya kompaniyasi o'rtasida hamkorlik shartnomasi imzolandi. Ushbu kelishuv natijasida Farg'ona viloyatida aqlli suv hisoblagichlar joriy etiladi. Suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha yangi loyihalar boshlanadi.